Assalomu alaykum, Fasatni Plitga ishqibozlari. Yine Xudo xolasa Qozog'istondagi Pichoqchi degan mahallaga kelib, uylarni ustunib ketib berganmiz plitkalarimizni. Sokollarimiz ko'rib o'tsanglar bo'ldi, mokriy svetda. Fasatni plitkalarimiz, shoplari qora, plitkasini o'zi oq karishdan. Ko'rib o'tsanglar bo'ldi, bu plitkalarimiz hali atkoslari ishlanmagan. Fasatni plitkalarni ishlab chiqarib turgan manzillarimiz 4 yil sho'raxonda. Bu plitkani Ustunobga dastlabki matib beramiz, kelishilgan holda bo'ladi. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, murojaat etaverasizlar. Ekranda chiqib turgan nomerlarimizga. Plitkalarimizni ko'rsatib o'tsanglar, menchik ustunobga bo'lishi mumkin. Bu narsa reka samolyot bilan qatiladi. Yine arkasida rekasi bo'ladi. Bu ko'p odam savol berib turibdi. Paxsa bilan plitka arasida shamol o'tgani bilan bu plitkalarimiz churib ketmaydi. Shuning hisobına. Bu plitkalarimiz arasida azroq sho'pon bo'ladi. Havo o'tib sirkulyatsiyonni bo'lib turadi. Lekin ustidan suv o'tmaydi. Plitkalarimiz tarkibi betondan bo'ladi, oq sementdan. Yana ko'rib bo'lsanglar bo'ladi. Buni plitkani sotib olgandan so'ng o'z ishini mutaxassis ustalarimiz bor, shuni etib ishlab beradi. Yine ko'rib bo'lsanglar bo'ladi. Yine top shuni kadar pishirgan. Az bu plitkalarimiz o'zi beton, lekin bir-biriga teggandan so'ng tosh o'zi taqqilab ses chiqishi mumkin, lekin bunda bunday narsa chiqmaydi. Ko'rib bo'lsanglar bo'ladi. Yine ko'rsat. Bu joy eski joy bo'lgan, xom karosh, pishgan karosh, ana shunday joy bo'lgan. Buni ustidan ustunib ketganmiz. Yana joyning 2 sm qiyshiqligini ko'rib turibsizlar. Yana ko'rib bo'lsanglar bo'ladi. Buni plitkalarimiz shlaka blok bo'lsa, ishlasa ustunib ketsa bo'ladi plitkalarimiz. Yana bir gap aytib o'tayin. Burchakchidan burun ishlash kerak. Patologda Novistik patologidan burun ishlash kerak bu plitkalarimiz. Noga deganda buni nolga chiqaradi bu sokolni, so'ng burchatga bosgan oqni burchatkilar maqsad bo'ladi. Fasatni plitka bar turgan yeri urg'inda qoladi. Anaqana tunikachilar, masalan, tunika ishlatidan bo'lsa patologdan ustalar ham maqsad bo'ladi. Mana bu zavodlarimiz shlaka blokdan bo'lgan, yana ustidan plitkalarimiz ustunib ketib ko'p. Biz ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Ana tarafı pişen kerojada yakına gelsek yine уже ham loy bo'lgan. Loyning ustidan ham ishlasa bo'ladi. Sovuq shart emas. O'tib filtratsiyanglar undan ham yaxshi termizda bo'lib qoladi uylarimiz. Yana bir gapni aytib o'ting. O'zlari Rossiyada turib ishlatganlar. Bir telefondan mana narsa bitadi, xudo xolasa. Yine joyning egasi turibdi, joyning egasidan bir o'zidan fikrni olib qo'ysak. Yine Şeyh Nazar amam geldi, yine cani üyesi. Sabah bu plitkalarımız sizden çık oldu, özünüz bunlar ötmegen, neçkegen, makul geldi mi? Makuldum, yaxshi çıktı, rahmet. Elimize biz gap söz yok. ustalarımız kinçik zor Yaxshi ustalansam, puxta ishlaydigan, yaxshi zo'r ishladi. Halka tavsiye berasizmi bu narsani? Tavsiya beraman, bu ajoyib chiqdi, bu yaxshi ishdi. Puxta ishlaydigan ustalansam yaxshi. Rahmat. Rahmat. Videolarımız yaksa like basıp koştuğunu unutmayın. Kanalımıza yeni bo'lsanglar abone olup koyunlar. Videolarımızda kimin günü şunu fasatını işletemen de bir genler jo'natib koyamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yo'q, rahmat abi.